ikki ballonli skuterlar juda ham ko'p. Navbatma-navbat har xil turdagi model, ranglarini qo'yib boraveraman. Narxlari bilan joyini kimda qaysi biri ma'qul bo'lsa, telefondan qoldiramiz pastda. Telefon qilib kelaverasizlar. Keyingi modelimiz mana bu qolgan skuterlarga nisbatan farqini aytaman. Farasi setkani tagida, yonda mana bunaqa dugalari bor. 6 tali akkumulyatorli, diskasi Saka o'sha 18 emas, 16 razmerdagi. Setka, orqada bashog'i ham bor, pult, chip. Mana ko'rib turganlaringizdek kalit, qo'shimcha kalitlari ham, mana bu bagaj kaliti ham alohida o'zida. Umumiy ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Orqa tomondan ko'rinishi bachok, zadniy faralari, zadniy stop faralari, noshkalar bor, alohida oldi yon taraflarda. Mana bu skoroslari sport, drive, parkovka, zadniy xod, cruise control, signal, hamma narsasi bor edi. Oldi jitkichli, orqasi kalotkali, elektron tablo, oldi lobovoychasi ham bor edi, ikkita cho'ntakchasi. Ko'rib turganlaringizdek, buni narxi 5 million. Manzilimiz Qarshi Samarqandda, bemalol kelaverasizlar aloqaga chiqib. Umumiy ko'rinishi mana shu.